Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Super Dynamite kanali va bugungi videorolikimizda ajoyib bitta sayt orqali pul ishlash ko'rib chiqamiz. Albatta kurs o'tmoqchi bo'lgan saytimiz silkasi albatta shu videoning opisiyatsida bo'ladi va Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalimda yangi chiqqan o'yinlar, to'lovdagi botlar, to'lovdagi saytlardan pul chiqarsam, men Telegram kanalimga cheklanib tashlab boraman. Ya'ni qaysi sayt, qaysi bot to'lovda ekanligini bemalol bilib olishinglar mumkin bo'ladi. Endi bu yerdan biz har bitta videoligimizda o'tkazayotgan konkursimiz bor. Ya'ni konkursimizning sharti shu videoga bitta like bosgan bo'lishingiz kerak, kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va kommentariy yozishingiz kerak. Endi bu yerdan biz oxirgi videomizni havolasini nusxalab olib, random saytga o'tib olamiz. Va do'stlar, random saytga ham o'tib oldik. Endi bu yerga biz oxirgi videomizdagi havolani qo'yamiz. Fetch tugmasini bosib, continue'ni bosamiz. Endi bu yerdan wait odamlar kommentariy kelgan ekan. Endi bu yerdan pick winner tugmasini bossak, ko'rishim mumkin shu obunachimiz g'olib bo'ldi. Agarda shu obunachimiz shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqib, bemalol pullaringizni 100% olishingiz mumkin bo'ladi. Mening Telegram lichkamni Telegram kanalining profilidan topishingiz mumkin bo'ladi. Endi men hozir saytga o'tib olaman. Endi bu yerdan biz saytga ham kirib oldik. Ko'rishim mumkin, bu saytimizning nomi Bonus Movie deb nomlanadi. Endi bu yerda saytimiz xuddi ko'rinishi shunday bo'ladi. Endi bu yerdan biz saytlar ro'yxatga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan biz registratsiya tugmasini bossak, ko'rishim mumkin birinchi qatorga pochta, ikkinchi va uchinchi qatorlarga bir xil bo'lgan parollarni yozib, подтвердить tugmasini bossanglar, siz saytlar ro'yxatga o'tgan bo'lasizlar. Endi men hozir o'zim profilimga kirib olaman. Bu yerdan o'zim profilimizga kirish uchun bu yerdan write tugmasini bosib, bu yerga biz email bilan parolamizni yozamiz. Ro'yxatga o'tgandagi va ko'rishim mumkin biz saytning asosiy glavniy bo'limiga kirib oldik. Ko'rishim mumkin bu yerda biz saytimizni ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi, asosiy bo'limlarni. Endi birinchi bo'lim bu glavniy bo'limi, keyin treyler bo'lim bor. Ya'ni biz bu yerdan har xil videolarni ko'rib biz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerdan приложение bo'lim bor. Ya'ni biz referans silkamizni kopirovat qilib olib ham do'stlarimizga tarqatib qo'shimcha yana daromad olishimiz mumkin bo'ladi va akkaunt bo'lim bor. Bu yerda biz o'zimizning akkauntimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni asosiy profilimizni. Endi bu yerda mana bu yerda yana o'zining VIPlarini tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana VIP darajalari bor, kunlik dohodlari. VIPning narxi $50 va bizga har bitta video rolik ko'rganimizga 0.5 sentdan beradi va 4 ta vazifa beriladi. Ya'ni ежедневный nagrada tugmasi, ya'ni kunlik dohodi $2 bo'ladi. VIP 2ning narxi $200 va biz kuniga adashmasam $8 dan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ha, $8 ekan. Keyin VIP 3 ning narxi $500 va kuniga biz $20 ishlashimiz mumkin bo'ladi va hammasi VIPlarning hammasi bu yerda mana 75 kunga beriladi. Albatta bu saytimiz sal uzoqroq ishlab beradi, risk kamroq. Lekin shunda ham albatta risk yo'q degani emas, risk bor. Albatta agar depozit kiritib ortiqcha pullar bo'lsa, shu VIPni $50 ga sotib olib ishlab ko'ringlar, lekin albatta majburiy emas, xohishinglar o'zinglarning xohishinglar. Majburlamayman. Keyin u saytga endi bularga men ham bilmayman qachon yopilib ketishini. Endi balkim foyda, balkim zarar. Keyin akkaunt deb bo'limga o'tamiz. Yana profil bo'lim bor, keyin komanda bo'lim bor. Ya'ni biz aytib o'tgandek, keyin bu yerda bezopaslik, ya'ni o'zimizning parollarimizni tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerdan biz masalan bu yerdan o'zingizga ma'qul VIPni tanlab oldinglar, masalan VIP1ni. Keyin bu yerdan depozit kirish uchun, ya'ni bu saytga bu yerda mana пополнить bo'lim bor. Keyin bu yerda mana USDT TR20 orqali biz depozit kirishimiz mumkin bo'lar ekan. Masalan bu yerga summani yozamiz, $50 deb yozamiz. Shu VIP1ga depozit kirmoqchi bo'lsak, подтвердить tugmasini bosamiz va bu yerdan mana bizga adres chiqib berdi. Adresdan nusxa olib, albatta o'zimizga ma'qul bo'lgan Payer, Binance qandaydir hamyonlar orqali depozit kirishlar mumkin bo'ladi. Bu yerda mana $50 ni o'zi emas, $50 3 ta 0, keyin 254, ya'ni $50 1 sent yuboringlar. O'shanda sizlarga pullar to'liq kelib tushadi hisoblarga. Keyin nazarda bosasizlar, o'zi qaysi VIPga depozit kiritgan bo'lsanglar, o'sha VIP sizlarga avtomatik faollashtirilib turiladi. Keyin bu yerda yana detayli приложение bo'lim bor. Ko'rishim mumkin, yana bu yerda mana пополнить bo'lim tur, ya'ni biz pul kiritganini ham ko'rishim mumkin bo'ladi. Keyin yana boshqa bo'limlari bor albatta. Ular endi nima emas. Juda ham muhim yerlar emas. Albatta
bo'limlari emas. Endi men albatta bu yerdan mana treyler bo'limiga o'tasizlar. Bu yerdan mana xohlagan bitta videolarni ko'rasizlar. Har xil kinolar bor, o'zingizlarga ma'qul bo'lgan ujus kinolar bor, har xil romantik kinolar, yana multfilmlar bor. O'shalarni ko'rishlar mumkin bo'ladi. Masalan, bu yerda mana 0.5 USDT berar ekan, ya'ni $1,5 har bittasiga berar ekan. Bu yerdan mana biz dohodimizni olish uchun bu yerda смотреть tugmachasini bosamiz va bu yerda mana videoni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Buni albatta ko'rib oqtirmay oxirigacha bu yerda mana oxirigacha o'tkazib borishinglar mumkin bo'ladi va bu yerdan sizlarga o'zi yashil yozuv chiqadi, ya'ni balans sizga $0.5 qo'shildi deb. Keyin bu yerda shu 4 ta VIPni sotib olgan bo'lsanglar, hammasi shu 4 ta vazifani bajarib bo'lib, keyin bu yerga akkaunt tugmachasini bosib, bu yerda mana Vivot bo'limi bor. Vivot bo'limini bosasizlar va bu yerda mana $120 ga yetishimiz mumkin bo'lar ekan. Pulni keyin bu yerda mana adres kошелёка, ya'ni birinchi qatorga biz o'zimizning $120 manzilimizni kiritamiz va bu yerga ikkinchi qatorga esa summamni yozamiz. Hozir men o'zimning $120 adresini olib kelib qo'yib, videoni qayta davom ettiraman. Va do'stlar, o'zimning $120 adresini oldim. Endi bu yerga qo'yamiz. Birinchi qatorga summani yozamiz. Bu yerdan o'zingizlar ruchno yozishingiz ham mumkin bo'ladi yoki bu yerdan все tugmachasini bossanglar, balanslarga polni o'tkazib beradi. Ya'ni qancha pul bo'lsa, keyin bu yerda mana pulni yechishda 15% komissiyasi bor ekan va 48 soat ichida tushib kelar ekan. Endi 48 soatga bormaydi unchalik. Endi bu yerdan подтвердить tugmachasini bossak, ko'rish mumkin va обработкаga ketdi, ya'ni pullarimiz hisobimizdan chiqib ketdi degan nima keldi xabar. Endi bu yerda mana Vivotga bossa ham ko'rish mumkin, 200 DT va обработка holatida turibdi, ya'ni pullarimiz hisobimizga kelib tushish обработкасida turibdi. Albatta endi hozir muammo bo'lib qoldi saytda ozgina. Shunday qilib bemalol pul ishlashlar mumkin bo'ladi. Albatta hozirda pullarimiz hisobimizga to'liq kelib tushishi bilan men qayta videoni davom ettiraman. Shungacha videoni pauza qilib turaman. Do'stlar, hali ham pullarimiz yetib kelgani yo'q. Pullarimiz albatta 2 yoki 3 soat yoki 1 soat ichida kelib tushadi. Albatta pullarimiz to'liq kelib tushishi bilan men Telegram kanalimga cheklarni tashlab qo'yaman. Albatta Telegram kanalimning ham silkasi aytib o'tgandek, shu videoning opsiyasidan topib olib bemalol kirib, pul kelib tushganini bemalol ko'rish mumkin bo'ladi. Va albatta bu yerda yana boshqa bo'limlar ham bor. Ya'ni bu yerda mana поддержка клини tugmachasini bossanglar, sizlar o'zi shu nimani saytni sizlar adminiga yozishingiz mumkin bo'ladi. Saytda qandaydir muammolaringiz bo'lsa, ya'ni muammo bo'lsa, bemalol shu adminiga yozib javob olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta shunday qilib bemalol pul ishlashinglar mumkin bo'ladi. Albatta katta depozit qilishni maslahat beraman. Maksimalni shu VIP 2 gacha, undan uyog'igacha katta risk bo'ladi. Endi qancha vaqt ishlab berishini lekin men bilmayman. Do'stlar, albatta bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.